Bu mavzu haqida ko'pchilik gapirmaydi, lekin deyarli har 3 erkakdan biri buni ichida his qiladi. Bir kun qarasak, kuch avvalgidek emas, istak ham pasaygandek tuyuladi. Ko'pchilik buni yoshga bog'laydi, lekin bu ko'pincha noto'g'ri xulosa. Aslida sabablar ichkaridan bo'ladi. Agar odam doimiy stressda yursa, asta-sekin testosteron pasaya boshlaydi. Uyqu yetishmasligi, organizm o'zini to'liq tiklay olmasdan qon aylanishi sustlashib, kerakli joylarga qon yaxshi yetib bormaydi. Ba'zi muhim elementlar yetishmasa, gormonal muvozanat ham izdan chiqadi. Bu birdaniga paydo bo'lmaydi. Bu vaqt o'tib, yig'ilib boradi. Shuning uchun yechim ham ichkaridan boshlanishi darkor. Avvalo, uyquni tartibga solish kerak, stressni kamaytirish kerak va organizmni to'g'ri qo'llab-quvvatlash kerak. Masalan, Kisal hindi qon aylanishini yaxshilash va yallig'lanish jarayonlarini kamaytirish uchun qo'llaniladi. Shu orqali erkaklar tizimini ichkaridan qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Ko'pchilik bu muammolarga yetarlicha e'tibor qaratmaydi. Aslida esa bunga har bir erkak jiddiy e'tibor qaratishi darkor. Kanalga obuna bo'ling. Erkaklar salomatligi haqida eng kerakli va foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz.